Cinem, limanda kapılanma isteyemem ama kosak diyen vahşi içip gitti. Ha binanı aldık hep oldum canım. Geldiniz mi? Ha. Hazır mı kirmeci mi? Ha bulan. Halide, qayda tüjdüdünüzmi? Ma uyne men bek yaxtadım qaylan, rahmetcima sizga. Undan keyin bir tushdan keyin tarafda bir kechgacha vaqtingizni chiqarsangiz bir bag'chida ko'rashsak bo'ldi. Ma xizmatni shunday deyishib olsak, undan keyin men sizga ayrim bir rahmatimni aytib olsam bo'ldi deyman. Samira. Ha? Voy yo'qab ketib borsiz jumasiz. Voy bağıman. Burun ishlarınız taz, yaxshi emas vaqtda uyga kelib, tamoqlanib etib, qoch-quchini yuvib, uydan tozalab ketadingiz. Hozir ma tijoratingiz yaxshi bo'lgandan yo'qi, pul topgandan yo'qi, sal unutilib qolyapsiz. Men sizga qarab baqwa, pul topsa o'zgaraydi deganga ishondim juma. Vay. Nedik pul tepişken, nedik ticaret yaxşıken o. Vay manda gap qarang. Ma aldın qetim ma saradan bir işkisi çıkıp gedin ha? Ne? Müş qo'lim kep boğa 60 bin koy pul bıraklı yok oldu qarang. Uf, oylasam lam jiyil oldu məmiş tapda. Yo'q qoldimi 60 ming? Voy ha. Astagfirullah. Demiş Voy vallahi. manda boğan tidin ha? Ucu. Mende 30 ming bijikoylan bor ekan ya. Birib turasınız, aytman bir amal qilib sizga tap bermajini ma'qulmi? Bek jiddiy bo'lib qoldi ma'quldan cho'jini. Ya, onun da çatay yok ama bu tamakla pulni. Uni ben bak. Mayli bari bir endi uyning ishi bo'lganligidan ya ertaga bizga qoldigan uy ekan onasiga. Siz evet etdim bizga. Aynim bo'lsa jinim ilimsiz bo'lib qolgansiz jimoyjon. Özür. Sizning opangiz mening opam qaylanimda. O'tganda paxt satdiq deganda qilgandingiz. Osh pulni hozirroq berib tura olasizmi jinim? Qat'iy amal bo'lmadi. U pul buluşuğu batı. Lekin men kerak turolmay deb chiqqan emasman. Ko'rdingmi Fatih? Aqayli qar kiyim kiyib olgan qiz shu. Ha. Aqayli ayad yandı bicharim tumaq sular qalqishmanda. Hay. Ko'rdingmi Fatih? Meni qo'yib ketgan qiz olim, qiz ol shu meni. Voy tonamdım ben sizni. Ma gapni? Puluna qo'yib oldiganni epop am tunuması oldi. Baxinem pulsini asla. Voy qaysi pulni siz kim o'mdi? Bet dapra kimligimni. Fatih. Mujinda qiz bola. Assamlı bo'ldi-ku. Ha? Pulni itetemsiz. Voy bo'ldi, o saxt pens. Mani? Şu mishta bo'lib qoldi bu ishlar. Osh 60 ming bo'lgan bo'lsa, Voy shundan o 60 bin koy bo'lgan bo'lsa ishkaylan berib sayyoqlarga berib o'ynab sayohat qilib kelmamdiq deyman. Xat jumolikin. hozir sayyama shoyag'im boramayan bo'lib. Ma gapni. Cinem, qo'sqon bek içip ketdi. Ağinam ataydı, atı bulaqning zarangiz meni ağaç kepdi. Manan polasi g'azab o'xshaydi. Burunqidek pechat polodan birini qilmamsiz? Bu atı bulaqning maylardi-ku, polo shunday bek o'xshaydi. Lekin polon texim o'xshaydigan go'sht bormi? Neydigan nima qizi? Benshan liq go'sht var. Ha, voy. Lekin cho'q go'shtni bek chiqsa aytmay normada qilsangiz bo'ladi. Voy, pixsiqliqni. Ma'qulamiz men tamoqat qilib ketdim, ha? Cinem, go'shtning meni ayirib etmang, polo uchun may bilan o'xshaydi. Gapini chiqqani ma'qul. Aras. Atı bulaqning meni jiq qo'yib etmang, polo mayli qo'yib qoldi. Ha, to'g'ri. Al guruchdan baqva, bir piyolam silam. Jiq qo'yib qolsa ishib qoladi polo. Voy, aralashmanga bo'ldi. Hey, mush qizvalayan atı bulaqning meni jiq qo'yadigan chiroy juma. May tugsa aqcha uzamak kirami? Ya Ferhat peyda yo'qab ketding-ku deyim, bormi sen? Ma shay tushimamiz deyman va. Qayla, men hozir 3 yotoq uy va uydim bizni oldim. Anondan keyin qayla, iliq shaylik samat deganda uchrashib qoldim, mush uyda yotdi ekan. Sen gash kelsan bo'ldi. Amini bozaq qilib ketmasin, chikkimiz bir agin seqat va seqatda shanning ko'chida bozaq qilib toza. Ishtim atamoqqa. Ya Samira. Ha? Men nim dedim abay sizga? Nim bo'ldi? Bu go'sht mishakchilik eksinasiz, munda sevibsiz va. Aldığınız kelgan ki yana itpagan ki. Qarang. Bu go'sht degan bag'o tamoqning ta'mini chiqirib bas bo'ldi. Bu jiq sevasin poloning ta'mini buzib etmamdi bu. Qum qilgansiz juma.
Nem degan jiq sağgan sebze bu. Qarama go'shtning yo'g'onligiga bir haftalik tomoqning go'shtini biroq shiltib o'tibsiz emasmi? Ya Satan. Ma tomoq pishibdi. Lava. Akbelek. Bu nima ish qildi bu uyda? Akbelek. Yana siz men ne qilyapsam? Nagil varsam siz emas, mening uyam bor. Qachondan yoq sizning uyingiz bo'lib qoldi? İcarı bergen o yoqqa. Ijara verdingiz menga. Bu bala bana icarı vermeydi. Ma bala men icaraga öyle o'tirishib turyapti hozir. Ha. Sametcha aydish. Ma qizlardan diqqat qilingizmi? Uytib ketgan qo'ynish qizlar ekan ma va. Shahar tunji kelgan kunim bor va. Mush qizlar 30 ming koplarni quyilab qo'yganlar. Bog'chidan deb yomon tasavvur qilma pulni. Satan. Ma o'tirliqda sal fuqishmaslik qopdi. Voy, ushib turib, bilib turib qo'ydi meni. Somkamda evdan jinim men ma uyda turmaychi. Voy, ya bolta chiqatdan yetibdilar, men bizga bak. O'tdan Ya ajak. ma uyga saraliq balla jiqilda ishni qo'yg'im bo'libdi. O'tdan. Mangamsiz? Ha. Sametcan. Ma aqbeliqsini jinim deydi ya. Shundan qoldi. Demak, asli ma va beliq. Sizlar beliqchi adamlar? Undan emas. Hey, Satan sendan so'ray. Ha. Sen ma shahar kirgani necha kun bo'ldi? Bugun 3-kuni. 3 kun jarayonda hamma qizlar bilan tanishib qoldingmi? Men tanishqa hamma qizlar bilan tanishdik shu. Bu degan shay o'xshamaydi. Ha. Mening tanishim aniq. Lekin sen 3 kun jarayonda Sizlar shaharlikqa tanishsanglar bo'ladi, ammo biz shaharlikqa tanishsak bo'lmaydi. Lekin joy deyil, ma qizlar ras qo'ymish ekanma, diqqat qilinglar. Ertaga sizni o'g'irlar chiqatmasa, hozir to'g'rilar chiqib to'xtab ekan. Hey, tuzukka qilib qo'y. Pulni qo'yib ketmaganda. Oldoq tepa. Ha, bordi yanda. Bor. Ha, bor. Bavosdan bo'ldi. Ha. Lekin-cha Sametjon, men meni quyman deb avarimmanmi? Biz menda beliqchimdan qarmoqqa jiqilib, aqular olib ketdi, qarmoqqa sunib ketmasam. Hey, nima gapni qilgansizlar? Men ashta o'g'on bo'laman. Sizlarga uningdan martiq qilganlar. Hey. Ha. Tamoqilli. Qarakilar. Rash. Silahcha yezda go'sht degan ye, go'sht to'yangan bo'ldan. Go'shtni Ma bizdan gal tüşke emasmi? Go'shtni yalla, avaylab yalma, chunki galni jitmasa. deyman endi. Shuni qildi. Xo'sh. Abay fandonga qilibdi. Axiydan bilan parangiz bo'lgan bo'lsam, evet o'tgan bo'lsam deb. Ma galni mayliqlatgan polodami? Ya, hamda amin bilib turgan bo'ldik-ku, shuni Nech pul olabdi? qimmat emas adash. 4800 bergan. 1 yillikmi ya? Ya, hey. Qayerda? Ucu. Zardin qimmatga bu. Ya. Sen u tarafından ko'ryapsan olmaydi qara. Ha. Multin ko'rdingmi? Erkin, ozoda. Ha. Ana qiziq munchuva tushsa. Yasan yumshoq karva. Tomoq degan oldinda arzimga arzman. Voy arzimandigan. Shu Samarqandda tayyorma o'ynashmi ya? Ma qarash. Fandonning nomerini nima aytay? Ya, onu ma'lum evasan oldi-ku. Ya qisliga versak fandon berib qo'yma pul domlab kichiklab ketarmikan? Hey. Ha bir uy tug'a odam degan ozroq bo'lsin ishonch bo'lish kerak. Bir ishini ejmaslik bu da. 4800 a? Chiq evet o'tmadash. Rahmatchimi? Katta. Alalash. Soldingmi? Ha, tomoq yeb pop evet. Ya, pulni avatitlar. Avval tomoq yeb vallahi aldirmay evasan bo'ladi demas. Alala. Yo'qab ketsin. Voy ya, hey. Nereden qimmat yedim ya bu tomoqni? Boshqa bo'ladi. Kesprey o'ynab qilib qo'yaymi ya? Sulamo ya. Ha? O'ynab yo'qotib qolmay. Shakirgan o'ynaymiz hamda. Yo'q deyman, biz shahraning ichiga adam bizni yo'qotib odamimizda ishlarni chiqarib yurman, tuyruq chaplar. Ha, o'yna adresin bilsan-ku, bizning tevasan bilamiz. Peşpi bo'lsin edi. Unisi yo'q yuribman men. Ha. Yo'qmi?
Atibulaq mayllariga har qaysi joylarda vakolatchi qabul qilamiz. Aloqa qilish telefon nomerimiz 181 549 95 666.